Mahmudjon aka, nima qilyapsizlar? Bugun Aytxalq o'quv markazini 4 yilligi munosabati bilan chiroyli bayram dasturxoni tashkillashtiryapti. Mahmudjon aka, nima qilyapsizlar? Aytxalq o'quv markazi 4 yillik munosabati bilan xodimlarimizga yo'llanmani ajoyib sovg'alarimiz bor. Umra yo'llanmasi o'quv markazida. Kimga bular? Bu barcha xodimlar, sadoqatli xodimlarning tomonidan taqdirlaymiz. Hozir jarayonni batafsil yoritib beramiz. Bugun xudo xolasa mana o'quv markazimizni ochilganiga, tashkil topganiga ropparasi 4 yil bo'lgan kun. Bu bilan chin dildan hammalarni tabriklayman. Bitta meni yutug'im emas, bu hammamizning yutug'imiz, to'g'risi. Chunki bu yerda hamma hissa qo'shyapti, hamma harakat qilyapti. Bundan oldin ham harakat qilib, hissasini qo'shib chiqib ketganlar talaygina. Ichida yaxshilari ham, yomonlari ham talaygina xudo xolasa, ha? Bundan buyog'iga xudo xolasa yanada rivojlantiramiz, harakat qilamiz. Bundan tashqari bu yerda taqdirlamoqchi bo'lgan xodimlarimiz bor. Birinchi navbatda buni e'lon qilishdan oldin, to'g'risi bu kunni ancha kutdim o'zim, intizorli bilan kutdim to'g'risi. Sababi bu darajaga yetish uchun biz to'g'risi noldan chiqib kelganmiz-da. Ismoil akam biladi. Kichkinagina bir xonalik, xona ham emasdi, zal edi u. Ashunaqa joydan noldan chiqib kelganmiz. To'g'risi u paytda endi bunaqa qilib xodimlarimga umra safariga yo'llanma beraman degan hayolim bo'lmagan to'g'risi. Umuman. Hozir hayajonlanib ketyapman. Chunki bu bir tomonlama katta ne'mat, ham bir tomonlama Aytxalq o'quv markazini shu darajaga yetib kelganligidan katta faxr bu to'g'risi. Shu vaqtgacha Aytxalq o'quv markazini rivojlanishigami, ma'naviy, ma'rifiy, kerak bo'lsa moddiy tomonlama qo'llab-quvvatlab, doim yonimda turib, yordam berib, shu paytgacha poddeshka qilib kelgan inson to'g'ri topdinglar. Ismoiljon Olimov, tabriklab qo'yasizlar. Aka, tabriklayman. Shu paytgacha yonimda turib, yelkadosh bo'lib, qo'llab-quvvatlaganiniz uchun haqiqatan chin dildan xursandman aka. Shu yo'llanma sizga xudo xolasa. E'tibor uchun rahmat. Qolganlarga ham. Bundan oldin aytib o'tganimdek, Aytxalq o'quv markazini shu vaqtgacha yelkama-yelka turgan ikkita inson bor ekan yonimda. Ochilishidan oldin poddeshkani boshlagan ikkita inson bor ekan. Birinchisini Ismoiljon Oybekka topshirdik. Ikkinchi inson ham Aytxalq nomiga asos solishimdan oldin yonimda bo'lgan. Xudo xolasa shu vaqtgacha ham yonimda. Ingliz tilini Aytxalqda start bergan inson Asadbek Ahmedov. Rahmat sizga. Rahmat e'tibor uchun. Uchinchisi uzoq ishlaganga, boshqaga qaratilgan emas. Bu shu fursatdan foydalangan holatda akamga topshirmoqchiman. Buni bu yerda uzoq ishlaganiga yoki zo'r ishlaganiga, boshqa narsalar uchun emas, faqat shu bugun bayram, xursandchilik kunida akam sifatida, xodim sifatida emas, akam sifatida shu bugun topshirib qo'ymoqchiman. Shu 5 nafar tashakkurnoma bermoqchi bo'lgan xodimlarga ham qanday imkoniyatim bo'lsa umraga safariga yuborardim. Lekin xudo xolasa kelasi 5 yillikda budjetim yetsa shu 5 arasini ham yuboraman xudo xolasa. Inshaalloh niyatim bor. Tashakkurnoma va arzimas kichikroq esdalik sovg'amiz Gulnora Bo'rinboyevaga. Sizga ham rahmat katta. Rahmat katta. Keyingi shunaqa minnatdorchiligimiz Shukrullo Ergashev taqdirlaymiz. Rahmat katta. Sizlarga ham. Tashakkurnomamiz va arzimas bo'lsa ham kichkina sovg'amiz Feruzaxonga. Robiyaxonga. Sizga ham katta rahmat. Murisaxonga. Bilsam bo'ladi. IT Kids'ni boshlab bergan qiz, mana shu qiz bo'ladi.